Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bugun sizlarga Intelligent Lock firmasini yana bir variantini obzorini qilib beramiz. Zamogimizni bu varianti sal kichkinaroq va qulay varianti. Bunda ham ishlash prinsiplari, funksiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Kodoviy zamok. Bunda ham kichkina joyida jing'irog'i bor. Barmoq izida ochiladi. Jetonni va internetdan telefonda ulasa bo'ladi. Jetonni ishlatsa bo'ladi. Ishlash prinsipi. Ichida 4 ta batareyasi bor. Zashovkasi bor, bloknot qilib qo'ysa bo'ladi. Yana bir varianti, mabodo 4 ta batareyasi ishlamay qolgan holda kalitda ochsa bo'ladi.